لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله El-İmran Sure tefsiri 100. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende diktanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure El-İmran 100. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Ba'da billahi mineşşeytanirracim. Ey müminler, eğer ehli kitaptan bir firqiga itaat qilsanglar, mümin bo'lganinglardan keyin ular sizlarni kafir qilib qo'ydi. Sizlarga Allohning oyatlari o'qilayotgan, ya'ni vahiy uzilib qolmay Allohning oyatlari nozil bo'layotgan va oranglarda Allohning payg'ambari hayot turgan tursa, qandoqmi kafir bo'lasizlar? Kimiki Allohga, ya'ni Allohning diniga mahkam yepishadi ekan, u to'g'ri yo'lga yetaklangan bo'ladi. Musulmonlarni ahli kitobga bo'ysunishdan to'sish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mu'min bandalarni payg'ambari Muhammad alayhissalomni ularga payg'ambar qilib avatib berishdan iborat ato qilgan ne'matiga hasad qiladigan bir turkum ahli kitoblarga bo'ysunishdan to'sidi. Alloh taolo ahli kitobning mu'minlarga hasad qilganligi to'g'risida mundoq deydi. Ahli kitob ichidagi nurg'un kishilar o'zlariga haqiqat, ya'ni dininglarning haqligi oshkor bo'lgandan keyin hasad qilish yuzasidan sizlarni iymoninglardan qaytirib kafir qilishni orzu qiladi. Shuningdek, Alloh taolo bu yerda mundoq deydi: agar ahli kitobdan bir firqiga itoat qilsanglar, mu'min bo'lganinglardan keyin ular sizlarni kafir qilib qo'ydi. Sizlarga Allohning oyatlari o'qilayotgan, ya'ni vahiy uzilib qolmay Allohning oyatlari nozil bo'layotgan va oranglarda Allohning payg'ambari hayot turgan tursa, qandoqmi kafir bo'lasizlar? Ya'ni shaksizki kufrlik sizlardan yiroqdir. Alloh sizlarni uningdan saqlasin. Shubhisizki Alloh taolaning oyatlari kech kunduzlab üzülmey tushyotidi. Allohning payg'ambari bu oyatlarini sizlarga o'qib berdi va uni sizlarga yetkazdi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning bunu oyatining ma'nosiga o'xshashdir. Ey kuffarlar, sizlar nemishqa Allohga iymon keltirmaysizlar? Halbuki payg'ambar sizlarni Robbinglarga iymon keltirishga chaqirdi. Alloh sizlardan chin ahdi oldi. Eğer iman keltirishni iroda qilsanglar, iymonga oldiranglar. Bu haqda hadisda mundoq rivoyat qilindi. Payg'ambar alayhissalom bir kuni sahobalardan: "Sizlar iymon etgan kishilarning ichidan kimning iymoniga bak hayron qolasizlar?" deb so'radi. Ular farishtalarning iymoniga deb javob berdi. Payg'ambar alayhissalom: "Ular o'zlarining Rabbining yanında tursa qandoqmi iymon etmasin?" dedi. Sahobalar: "Payg'ambarlarning iymoniga" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Vahiy payg'ambarlarga tushadigan tursa, ular qandoqmi iymon etmasin?" dedi. Sahobalar: "Undaq bo'lsa bizning iymonimizga" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Men sizlarning oranglarda tursam, sizlar qandoqmi iymon etmaysizlar?" dedi. Ular: "Undaq bo'lsa ular kimlar?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ular sizlardan keyin kelib, Qur'on va hadislarga chin esilib, uningga iymon etadigan kishilardir" dedi. Kimiki Allohga, ya'ni Allohning diniga mahkam yepishadi ekan, u to'g'ri yo'lga yetaklangan bo'ladi. Ya'ni shuning bilan billa Alloh taolaga esilish ve onunla tevekkül qilish hidoyat tepishdiki cho'ng asosdir. Azg'unlikdan yiroq bo'lish uchun alohida tayyorlikdir.
to'g'ri yo'lni tepish va maqsadga yetish uchun katta vositadir. Ey mu'minlar, Allohga loyiq ravishda taqvodorlik qilinglar. Faqat musulmonlik holatinglar bilanla vafot bo'linglar. Hammanglar Allohning og'amchisiga, ya'ni Allohning diniga mahkam yepishinglar. Ayrılmanglar. Ya'ni sizlardan ilgari Yahudilar va Nasaralar ixtilof qilishgandek, dinda ixtilof qilishmanglar. Allohning sizlarga bergan ne'matini aslanglar. O'z vaqtida sizlar o'zaro dushman edinglar. Alloh dilinglarni birlashtirdi. Allohning ne'mati bilan o'zaro qarindosh bo'ldinglar. Sizlar do'zax cho'qurining girvigida edinglar. Allah sizlarni islom orqali uningdan qutqizdi. Sizlarning hidoyat tepishinglar uchun Allah oyatlarini sizlarga shundoq bayon qildi. Allah Taalaga loyiq ravishda taqvodorlik qilish degan nima? Allohga loyiq ravishda taqvodorlik qilinglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abu Hatim Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allohga loyiq ravishda taqvodorlik qilish deganlik Alloh Taolaga bo'ysunib, uningga osiy bo'lmaslikni, Alloh Taolani unutib qolmay aslab turishni, Alloh Taolaning bergan ne'matlaridan tanmay shukr etishni ko'rsatadi. Anas radhiyallohu anhuning bir banda o'zining tilini saqlamaguncha Allohga loyiq ravishda taqvodorlik qila olmaydi deganligini rivoyat qilindi. Faqat musulmonlik holatinglar bilan vafot bo'linglar. Ya'ni sizlar musulmonlik holatinglar bilan o'lishinglar uchun teninglar saq vaqtida islom dinini yaxshi saqlanglar. Chunki Alloh Taolaning bandalarga tutgan yo'li shuningdan iboratki, banda qandoq bir amalda yashasa, uni shu amali bo'yicha o'ltirdi va nimaning ustida o'lsa, uni qabrdan shu bo'yicha turg'izdi. Biz Alloh Taolo yaxshi ko'rmaydigan amalimiz bilan o'ltirilib, shu amal bilan qabrdan turg'izilib qilishdan panoh tilaymiz. İmam Ahmad Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kishilar Ka'bani tavob qilyotdi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma o'ltirgan edi. Uning yonida hasiga o'xshash bir narsa bor edi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma payg'ambar alayhisalomning: "Ey mu'minlar, Allohga loyiq ravishda taqvodorlik qilinglar, faqat musulmonlik holatinglar bilan vafot bo'linglar" degan oyatni o'qib, agar do'zax kirgan kishilarning yeydigan tamoqi bo'ladigan, ta'mi nihoyat ochiq, puruqi nihoyat bedbo'y, zaqqum degan daraxtning mevasining suyidan zaminga bir tomchi timib ketsa, u zamindagi kishilarning yemeklarining hammasini ochiq qilib o'tgan bo'ladi. Agar bir tomchisi shu darajada ochiq bo'lsa, taomi zaqqum daraxtidan bo'lgan do'zaxning kishilarining holi nima bo'lib ketar deganligini so'zlab berdi. İmam Ahmad Jabir radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhisalom vafot bo'lishdan 3 kun burun sizlarning biringlar o'lganda Alloh taolani yaxshi gumon, ya'ni yaxshiligini umid qilib o'lsin deganligini angladim. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo mundaq deydi: "Bendam men to'g'riliq qandoq gumonda bo'lsa, men shu gumon bo'yichidurman." Alloh taolaning arg'amchisiga chin esilishga va jamoatni lozim tutishga buyurilganligi to'g'risida. Hammanglar Allohning arg'amchisiga, ya'ni Allohning diniga mahkam yepishinglar. Ayrılmanglar. Ya'ni sizlardan ilgari Yahudilar va Nasaralar ixtilof qilishgandek, dinda ixtilof qilishmanglar. Alloh taolaning Allohning arg'amchisiga degan oyatining ma'nosi,
Allah Taala'nın vədisiga deganlik bo'ladi deganlarmi bor. Ayrılmanglar, ya'ni sizlardan ilgari Yahudilar va Nasaralar ixtilof qilishgandek, dinda ixtilof qilishmanglar. Ya'ni ularni jamoatlarni lozim tutishga buyurdi va bölgünçilikdan to'sdi. Bölgünçilikdan to'sib ittifoqlashishga buyurgan nurg'unlagan hadislar bor. İmam Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Cezmen Allah Taala sizlardan 3 narsaga rozi bo'ladi va 3 narsaning sizlarda bo'lishini yomon ko'radi. Sizlarning Allah Taalaga bir narsani shirik keltirmay ibodat qilishinglar. Hammanglarning Allah Taalaning arg'amchisiga chin esilib bo'linib ketmasliginglar va Allah Taala sizlarning ishinglarga ega qilgan kishiga, ya'ni sizlarning boshliqinglarga samimiy bo'lishinglardan iboratdir. Sizlarning mundaqmish, undaqmish deyishinglarni, ya'ni foydasi yo'q so'zlarni ko'p qilishinglar, to'liq savol so'rashinglar va mol-mulkni o'rinsiz yerlarga ishlatib zoya qilishinglardan iborat 3 ishni yomon ko'radi. Allah'ның sizlarga bergan ne'matini aslanglar. O'z vaqtida sizlar o'zaro dushman edinglar. Allah dilinglarni birlashtirdi. Allah'ның ne'mati bilan o'zaro qarindosh bo'ldinglar. Bu oyat Aws va Hazraj qabilasi to'g'risida tushgandir. İslam kelishdan burun ularning oraliqida qattiq adovatlar bor bo'lib, ularning o'rtasida urush ko'p sodir bo'ladi. Hem urush uzunga so'zilib ketdi. Allah Taala islomni avatgandan keyin ularning ichidan islomni qabul qilgan kishilar Allah yo'lida do'st bo'lishadigan va yaxshi ishlarda yordamlashadigan qarindoshlarga aylandi. Allah seni o'zining yordami bilan va mu'minlar bilan kuchlantirdi. Allah mu'minlarning dillarini birlashtirdi. Sen yer yüzüdeki bütün baylıqni sarf qilibmi, ularning dillarini birlashtirolmayding. Lekin Allah o'zining qudrati kamilasi bilan ularni inoq qildi. Shubhisizki Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. Ular o'zlarining kufrligi sabab bilan do'zax cho'qurining girvigida edi. Allah ularni iymonga boshlash orqali uningdan qutuldirdi. Peygamber aleyhisselam musulmonlarga Hunayn urushida o'ljiga tushgan g'animatlarni bo'lishadigan kuni Allah Taala'ning musulmonlarni do'zaxdan qutuldirib bilish va ularning dinlarini birlashtirishdan iborat ularga bergan ne'matini eslatib o'tdi. Peygamber aleyhisselam Allah Taala'ning uni ko'rsatib berishi uchun onun ko'rsatib berish bo'yicha islomga yangidan kirgan musulmonlarga g'animatlarni ko'proq bo'lib bergan edi. Aslida bu bir tadbir bo'lib, bu tadbirni musulmonlar bo'libmi ansorilar tushunolmay Payg'ambar alayhisalomdan azroq xafa bo'lib qolgan edi. Payg'ambar alayhisalom ularga xutba so'zlab mundaq dedi: "Ey ansorilar guruhi, men sizlar bilan uchrashganda sizlar ozg'unlikda edinglar. Allah Taala men orqali sizlarni to'g'ri yo'lga boshladi. Sizlar chechilang'o edinglar. Allah men orqali sizlarni birlashtirdi. Sizlar faqir edinglar. Allah Taala men orqali sizlarni boy qildi" dedi. Payg'ambar alayhisalom har bir so'zini qilganda ular Allah va uning payg'ambari bizga hamma narsadan ustun va qadrli deydi. Sizlarning oranglarda xayrlik ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlarni man'i qiladigan bir jamoat bo'lsin. Ana shular maqsadiga erishkichilardir. Ro'shan dalillar kelgandan keyin ayrilib ketishgan va ixtilof qilishgan kishilar, ya'ni Yahudilar va Nasaralardek bo'lmanglar. Ana shular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida ba'zi yuzlar, ya'ni mu'minlarning yuzlari oqiradi. Ba'zi yuzlar, ya'ni koffarlarning yuzlari qoraydi. Yüzü qarayğanlarga
farishtalar aytadiki, iymon etqininglardan keyin kafir bo'ldinglarmi? Kafir bo'lganliginglar uchun azobni tetinglar. Yüzü aqarganlar Allah'ның rahmetide, yani cennette buludu. Ula onunda, yani cenneti mengü kalıdı. Bu Allah'ның ayetleridir. Ulani, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana rast okup verimiz. Allah cihan ehliga zulüm kılışını xalamaydı. Asmanlar ve zimindeki şey ile Allah'ның mülki, məxluqatı ve bendeleridir. Hem işler Allah'a qaytırıldı. Allah Teala'nın dinine davet kılış doğrusuda. Sizlerinin oranlarda hayırlık işlerine davet kılıdığan, yaxşı işlerine buyurup, yaman işlerini men'i kılıdığan bir cemaat bolsun. En şula məqsədiki erişkiçilerdir. Zəhhak bu ayetin mənası haqqında mündaq dedi. Ula sahabiler, mücahidler ve alimlarının içindeki alahid bir türküm kişilerdir. Bu ayetning maqsadi Allah Teala'nın dinine davet kılış, bu ümmetning içindeki her bir kişiye onun kudretinin yetişçe farz bolsumu, ularning içinden bir türküm kişiler bu iş için atlanıp çıksın demekçi. Bu vaqtda Peygamber aleyhisselam mundaq deydi. Sizlerden bir kişi yaman işini görse, onu kolu bilen özgertsin. Eğer kolu bilen özgertişke küçü yetmese, til arqılıq özgertsin. Eğer til arqılıq özgertişke küçü yetmese, köңlüde narazılık bildirsin. Köңlüde narazılık bildiriş, imanın en aciz ikenlikinin alametidir. İmam Ahmed Hudayfa İbni Yamani'den Peygamber aleyhisselamның mundaq degenlikini rivayet kılıdı. Mening jinim onun ilkide bolgan zat Allah'ның namı bilen qasam qılıman ki, elbette sizler yaxşılıqqa buyuruysizlar ve yamanlıqdan tossizlar. Unda qılmasanlar, Allah Teala sizlerge yaqında bir azabını evetishi mumkin. Andın sizler Allah Teala'ga dua qılsanlar, u sizlerning duayinglarni icabet qılmaydı. Bu mezmunda hadisler nahayet köptür. Allah halisa başka orunlarda yeni keltirimiz. Bölünüp gitiştin tosuş doğrusuda. Roşen deliller kelgendin keyin ayrılıp gitişke ve ihtilaf kılışka kişiler yani Yahudiler ve Nasaralardek bulmanlar. Roşen deliller kelgendin keyin ayrılıp gitişken ve ihtilaf kılışkan kişiler yani Yahudiler ve Nasaralardek bulmanlar. Yani Allah Teala bu ümmetini ilgiriki ümmetlerge okşaş, uçq pakitga kılgan turuqluq, ularning bölünüp, ixtilaf qilishib, yaxshilikqa buyurmaslik ve yamanlıqdan tosmaslikdek ahvoliga o'xshib qilishdan to'sidi. İmam Ahmed Abu Amir Abdullah ibn Luhayning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz Muaviya ibn Abu Sufyan bilan birga haj qilgan edik. Mekke'ye kelgan vaqtimizda Muaviya ibn Sufyan peşin namazını o'qib bo'lib, Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini bizga so'zlab berdi. Hakikaten ahli kitaplar özlerinin dinida 72 guruhga bölündü. 72 guruhga bölündü. Şeksiz bu ümmet yani İslam ümmeti pat arada 73 guruhga bölündü. Bularning içindeki bir guruhdan başkasının hemmesi dozaqda buludu. O bir guruh bolsa İslamның haqiqiy yo'lida mangan cemaattir. Mening ümmetlerimning içinden bir türlü kişiler çıkıdı. Ular xuddi yuqumliq kesel. Şu kesel yuqqan kişinin kan tomiri ve bütün ustixonlargacha singib ketganiga o'xshash, heliqi bölünüş u kishilar orasiga shundoq singib ketdi. Muaviya ibn Sufyan yani mundaq dedi. Ey Arablar guruhi, Allah'ның namı bilan qasamki, agar sizlar payg'ambaringlar elib kelgan dinni barpo qilmasanglar, albatta sizlardan boshqa kishilar uni barpo qilmaydi dedi.
ittifoqlik va ittifoqsizlikning qiyomat kunidagi natijalari to'g'risida. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida ba'zi yuzlar, ya'ni mu'minlarning yuzlari oqaradi. Ba'zi yuzlar, ya'ni kuffarlarning yuzlari qoriydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq deydi. Qiyomat kuni sunnatga agishib mangan kishilarning yuzlari oq, bid'atxo'r va bilgunchi kishilarning yuzlari qora bo'ladi. Yüzü qarayğanlarga farishtalar aytidiki, iymon etqininglardan keyin kafir bo'ldinglarmi? Hasan Basri bular munofiqlardir dedi. Kafir bo'lganliginglar uchun azobni tetinglar. Bu sifat hamma kafirlarga umumyuzlikdir. Yüzü aqarğanlar Allah'ның rahmetida, ya'ni jannatda bo'ladi. Ular uningda, ya'ni jannatda mangu qoladi. İmam Tirmizi bu oyatning ma'nosi haqida Abu G'olibning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abu Umama Damashqning yo'llariga esib qo'yilgan nurg'unlagan odam boshlarini ko'rib, bular do'zaxning ishtlaridir. Eng yomon o'limdik o'lgan kishi osmonning ostida o'lgan kishi. Eng yomon o'limda o'lgan kishi osmonning ostida o'lgan kishi, ya'ni o'liki ko'milmay qolgan kishidir. Eng yaxshi o'limda o'lgan kishi bu xil kishilar o'ltirilayotgan kishidir. Bu xil kishilar o'ltirilayotgan kishidir. Deb ondan shu kunda, ya'ni qiyomat kunida ba'zi yuzlar, ya'ni mu'minlarning yuzlari oqaradi. Ba'zi yuzlar, ya'ni kuffarlarning yuzlari qoriydi degan oyatning oxirigacha o'qidi. Abu G'olib Abu Umamaga sen uni payg'ambar alayhisalomdan anglaganmiding dedi. U agar men uni bir qitim yoki 2 qitim yoki 3 qitim yoki 4 qitim hatta 7 qitimgacha sanadi anglamagan bo'lsam sizlarga so'zlab bermaydim dedi. Bu Allah'ның ayetleridir. Ularni ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana rast o'qib beramiz. Allah jahon ahliga zulm qilishni xohlamaydi. Ya'ni u ularga zulm qilguvchi emasdir. Balki u zulm qilmaydigan adil hokimdir. Chunki u hamma ishga kuchi yetkichidir. Hamma narsani bilguchidir. Shundoq bo'lgan ekan, uning mahluqotlari ichidan bir kishiga zulm qilishiga hech qanday bir ehtiyoj tug'ilmaydi. Osmonlar va zimindagi shaylar Allohning mulki, mahluqoti va bandalaridir. Hamma ishlar Allohga qaytarildi. Ya'ni dunyo oxiratda xohlaganicha hukm qilguchidir. Alhamdulillah, Allohga shukrlar bo'lsin. Yuqorida Sura Al-Imron tafsirining 109-oyatigacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.